Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Gul shaydolari. Qanday uydagilar sog' salomatmi? O'zlaringiz ham yaxshi yuribsizlarmi? Azizlarim, mana bu gullarni qaranglar. Mana tuvak gullarni yerga ekkanmiz. Hozir ayniqsa saratonda ham yaxshi mana o'syapti. Mana Gepestrum guli, tuvak guli. Yerga ekkan edik. Bu ham yaxshi. Mana bu gullarni qaranglar azizlarim. Ayniqsa mana sariq gulni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Mana keyin yilga ekmoqchiman ko'proq. Yozning issiq kunlarida ham chidab, juda ham chiroyli gullab turar ekan. Xuddi sharikchaga o'xshaydi, qaranglar. Mana bu gulimiz issiqqa chidolmayapti mana. Mana bu yerda nomoshom gulimiz. Hozir ayniqsa nomoshom, shunga ochilgan nomoshom gulimiz. Har xil ranglari bor. Mana bu gulimizni qaranglar azizlarim. Veselый gvozdikami shundayda nomi. Mana gullab yotibdi. Bozordan sotib olgandim bahorda. Keyin mana bu noziviy gulimiz. Mana bu noziviy gulimizni mana bunday urug'larini har doim mana shu mashina olib tashlasanglar, juda ham ajoyib bo'lib, mana shunaqa chiroyli bo'lib o'saverar ekan. Agar urug'lab ketadi uzun bo'lib, har doim mana shuni uchini olib tashlanglar. O'z vaqt soat kelganda urug' qilaveradi. Mana bu yerda ham mana bu gulimiz ham ajoyib ekan, qaranglar, ham yashil bo'lib, sariq bo'lib ochilgan, juda ham chiroyli, kattarib ketgan. Mana bu yerda azizlarim, mana geran gullarimiz, tuvak gullari edi. Erta bahorda ekkan edik. Mana gul toji xo'roz gullari, mana bu yerda ham geran gullarimiz gullab yotibdi. Mana bu yerda kalonxoylar, mana azizlarim, mana bu kalonxoy maydagina bu. Mana bu yerda ham kalonxoy. Mana bu yerda noziviy gulimiz, aralashda gullarni yaxshi ko'ramiz, har joyga ekaveramiz. Mana azizlarim, mana buni ham olib tashlayapman. Mana shuni olib tashlasanglar, uzoq vaqt mana shu ham chiroyli bo'lib, ham yashil mana shunaqa o'zini hidini berib turadi-da. Mana buguniveyla gulimiz azizlarim, mana bu o'sib ketdi. Endi gullasa kerak deb o'ylayman. Juda ham shiddat bilan o'sgan. Qaranglar, kattarib ketgan. Mana uchigacha, mana uchlariga mana bunday bog'lab qo'yibman cho'p qilib. Mana geran gulimiz azizlarim. Mana bu yerda ham noziviy. Mana bu noziviyni olib tashlaylar albatta. Qachon ko'rsam mana shuni o'sib yotgan olib tashlayman. Mana bu yerlarga mana bu gul toji xo'roz. Geran gulimiz azizlarim. Keyin mana bu yerda ham gullarimiz har xil. Mana bu mushka ambar. Buni juda ham hidini zo'r bo'ladi degan edi. Mana bu yerda tuvakka ekilgani ham bor mana. Mana tuvakka ekilgani ham bor. Mana bunday sariq bo'lsa, albatta sariq nima barglarini olib tashlang. Bu kasallik. Quyoshning oftobiga sarg'aygan. Mana bu yerda ramashka gullarimiz ochilib yotibdi. Mana bu yerda ham buguniveyani, mana azizlarim, buguniveyani oqa. Mana buguniveyla unisi ko'rsatganim bir to'q qizili. Mana bu yerda ham ramashkalar. Mana bu yerda qanaqadir gul yana. Nomoshom gullari. Mana shu mushkambarni gullasa kerak deb o'ylayapman. Qaranglar, juda ham hidi zo'r deganiga qiziqib ekkan edim. Tuvakdaydi, kichkinagina edi bu. O'zim tuvakdan olib erta bahorda yerga ekkan edik. Azizlarim, mana shunday holatda. Mana bu yerda ham har xil gullarimiz bor. Mana bu yerda ham gul toji xo'rozlar. Mana bu yerga qaranglar azizlarim, mana bu gulni nomi. Ismdan ham chiqib ketdi shu gulni. Bular kalonxoylar, mana bular kalonxoy ha. Tuvak gullari. Sanseveriya. Mana xino oldin qo'limizga qo'yaydik. Juda ko'p yil oldin yoshligimizda. Hozir hech kim qo'liga ham qo'ymaydi. Analarda, nimalarda, sayillarda qo'limizga bog'lab qo'yardilar. Onalarimiz chiroyli gullaydi bu. Mana shuni nomini aytaverasizlar-da. O'zim bilaydim, lekin hozir esimga yo'q.
piyon, ha bo'ldi, o'zim ham topdim. Piyon guli, piyon. Piyon. Buni erta bahorda ekkanman. Mana bu ham. Mana bu chiroyli ochilgan mana bu gortenziya, kartoshka gul deyman-da ko'pincha buni. Kartoshka gul deyman. Ramashkalar. Azizlarim mana. Mana qarang, mana bular meni o'zi urug'lik qilyapti. Mana bu yerda ham nozik edi. Mana buni olib tashlasanglar bo'ladi. Mana shuni. Tashlab yuborsanglar ham bo'ladi. Mana bag'da ham. Mana bu gulimiz urug'lik qilgan, endi urug'lik qilgan. Qaranglar, endi urug'ini ekamizda urug'lik qilgan. Mana bu yerda ham. Azizlarim, mana petuniya gulini maslahat bermayman. Keyingi yilga ash petuniyadan olmoqchi emasman. Hammamizni ko'zimizni quvontirib, bahorda bozorlarda mana shu har xil petuniyalarni sotadilar. Lekin maslahat qilmayman sizlarga. O'zim ham olmoqchi emasman erta bahorda, keyingi yilga. Mana shunday holatda bo'lib qoldi, qaranglar azizlarim. Mana shunday yerga ekkanim, mana shunday tuvakka ekkanim, mana shunday holatda mana bittasi ham o'laman deyapti. Mana har doim suv qo'yib qarab turamiz. Gultoji xo'rozlarimiz, nomoshom gullarimiz, azizlarim. Mana bunaqa oranjevisi ham bor mana. Yana har xil nomoshom gullari, har xil. Mana ko'rib turganlaringizdek gullarimiz. Mana chiroyli gulcha. Mana bu ham tuvak guli, tuflichka guli. Mana kattarib ketdi. Mana geran gulimiz, azizlarim. Azizlarim, qaranglar, mana ustiga yopib qo'yganman gortenziya gulini. Mana quyoshda issig'iga mana bunday lattacha qilib qo'yganman-da. Mana buni kiyimchasini, nevaralarimni kiyimchasini mana bunday yopiqcha qilib qo'yganman. Baribir ham oftobda issig'iga mana bunday bo'lib qolyapti-da, qaranglar. Lekin takidan mana, taki hali bor, takida o'sadi nasib bo'lsa. Mana qaranglar, takida o'sadi, lekin mana shunday oftob juda ham issiq. Yozni issiq kunlarida hozir. Mana azizlarim, mana shunday gullarimiz. Mana katta bo'lib ketgan oleander gulimiz. Mana oleander gulimiz juda ham ajoyib, qaranglar. Osmon upar bo'lib ketgan. Hidlarini aytmaysizlarmi? Mana yana chiqyapti pastlardan ham. Mana bu yerda ham, bu yerda ham. Har xil gulchalarimiz. Azizlarim, baqlajonni ham ko'rsatayim sizlarga. Mana baqlajonlarni qaranglar. Mana baqla yaxshi sortda, qaranglar, uzun. Ajoyib, ichi urug'i kam sortda. Mana baqlajonlarimiz shunday zo'r bo'lyapti. Azizlarim, keyingi videoroliklarga ko'rishguncha deb qolaman. Nasib bo'lsa, Alloh hammamizni asrasin. Keyingi videoroliklargacha g'oyibona ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Allohim hammani asrasin.